navbatdagi misolimiz E kub. Eng katta umumiy bo'luvchisini topish. Bizga berilibdi 120, 96, 180 sonlari. 120 sonini tub ko'paytiruvchilarga ajratishdan boshlayman. Eng kichik tub ko'paytiruvchimiz 2. 120 ni 2 ga bo'lsak 60, 2 ga bo'laman 30, 2 ga bo'laman 15, 3 ga bo'laman 5, 5 ga bo'laman 1. Demak, 120 soni teng ekan 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. Mana shu ko'paytiruvchilarga ega ekan 120 soni. Keyingi songa o'tamiz. 96. 2 ga bo'laman 9 ichida 2 talidan 4 ta bor, 16 da 8 ta bor. Yana 2 ga bo'laman 2 ta 4 ta. 2 ga bo'laman 12, 2 ga bo'laman 6, 2 ga bo'laman 3, 3 ga bo'laman 1. Demak, 96 sonimiz teng bo'lar ekan 1, 2, 3, 4, 5. 2 ning 5 darajasi ko'paytirilgan 3 ga. Keyingi sonimiz 180. Tub ko'paytiruvchilarga ajrataman. 180 2 ga bo'laman 90, 2 ga bo'laman 45, endi 3 ga bo'laman 15, yana 3 ga bo'laman 5, 5 ga bo'laman 1. Demak, 180 sonimiz teng ekan 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati hamda 5 ning ko'paytmasiga teng ekan. Bu yerda uchala son uchun ham umumiy bo'lgan bo'luvchilarni alohida ajratib yozaman. Darajasi eng kichigini olamiz deb aytganman. 2 ning kvadratini olamiz, ko'paytirilgan 3 ni olamiz. 5 96 da yo'qligi uchun bu ikkalasida bor, lekin bunda yo'qligi uchun yozmaymiz. Demak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 sonimiz chiqqan javobimiz 120, 96, 180 sonlarini E kubi bo'la olar ekan. 2 ning kvadrati 4 ga teng, 4 ko'paytiruvchimiz 12. Demak, mana shu 12 soni yuqoridagi 120, 96, 180 sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisi bo'lar ekan.